Hech kim Banu Hoshim yoki Banu al-Mutallib qizlariga uylanmaydi. Hech kim ularga o'z qizlarini turmushga bermaydi. Ularga hech narsa sotilmaydi va ulardan hech narsa sotib olinmaydi. Hech kim uylariga kirmaydi, birga o'tirmaydi, ko'rishmaydi, hatto gaplashmaydi ham. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'ldirishmaguncha hech qanday sulh taklifi qabul qilinmaydi. Ularga aslo rahm shafqat ko'rsatilmaydi. Shartlar yozma ravishda qayd etildi. Kelishuvga muqaddas tus berish uchun Ka'baning ichiga osib qo'yildi. Yosh-u qari, erkak-u ayol va bolalar butun Banu Hoshim Sheb Abu Tolib vodiysida taqiqqa majbur qilindi. Allohning rasuli Hadija, Abu Tolib, Sa'd ibn Abu Waqqos, Hamza, Ali, Banu Hoshimning har bir a'zosi jamiyatdan butunlay uzib qo'yildi. Faqat bir kishidan tashqari, Abu Lahab. U ham Banu Hoshimdan edi, lekin o'z qavmidan alohida bo'lishni tanladi. Qalbi shunchalik qorayib ketgan ediki, hatto o'z yaqinlariga o'lim tilardi. Makka ga kelayotgan karvonlarni to'xtatib baqirardi. Ey savdogarlar, Muhammadning oilasi uchun narxlarni shunday ko'taringki, toki sizlardan biror narsa sotib ola olmasinlar. Bilasizlar, boy va so'zilib turadigan odamman. Aytganimni qilsangiz, sizga zarar yetmasligiga kafil bo'laman. Ko'rilgan barcha zararlarni qoplashga va'da berdi. Savdogarlar ham unga ishonib, narxlarni bir necha barobar oshirib yubordilar. Natijada Banu Hoshim vakillari ochlikdan yig'layotgan farzandlari huzuriga qo'llari bo'sh holda qaytishar edi. Bor butlari tugagan edi. Ammo oziq-ovqat 2 barobar qimmat sotilsa ham baribir sotib olishga majbur edilar. Moddiy imkoniyati borlar esa o'z boyliklarini sarflashdan to'xtamadilar. Payg'ambar alayhissalom Abu Tolib va Hadija bor yo'qlarni qurbon qildilar. Bir o'ylab ko'ring. Hadija onamiz bir vaqtlar Makkaning eng boy ayollaridan biri edi.